hurmatli mehmonlar, bekorga mazkur muassasada biz muloqotimizni tashkil qilganimiz yo'q. Biz odatda konferensiyalarni kuzatamiz. Ular yig'ilish zallarida, yopiq pomeshchalarda o'tkaziladi. Biz shunaqa bir tashabbus bilan chiqdikki, viloyatimizda bugungi kunda davlatimiz rahbari tomonidan yaratilgan imkoniyatlar natijasida xuddi mazkur muassasaga o'xshagan muassasalarning soni minglab. Undan ham ko'proq desak bo'ladi. Sababi bugungi kunda 251 ta davlat muassasasi va unga qo'shimcha yana 100 dan ortiq davlat tashkilotlari bo'lsa, 714 ta bizda xususiy klinikalar bor. Xususiy klinikalarga ham imtiyoz, imkoniyat xuddi davlat bilan bir xil berilgan. Bu diagnostika markazi 2016-17 yilda davlat byudjeti namunalari hisobidan rekonstruksiya qilingan va oxirgi zamonaviy tibbiy jihozlar bilan ta'minlangan. Bu yerda ham mana jamoasi turibdi, axir jamoa xalqqa diagnostik xizmatlarni ko'rsatib kelmoqda. Bundan tashqari biz turgan joyda bu yerda kislorodga boy bo'lgan o'simliklar, yashil makon, fontani ovoz o'chirib qo'ydik, bizga xalaqit qildi. Bu ham insonlarning kayfiyati, ham bemorlarning salomatligiga o'zini ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. Mana avvalo sizlarga o'z minnatdorchilik bilan bildiraman. Ma'ruzamga hisobotni qo'yishdan oldin sizlarni kirib kelayotgan Navro'z bilan qutlayman. Ro'za Ramazon oylari hammamizga muborak bo'lsin. Sog' salomat bo'linglar. Agar ruxsat bersangizlar, men qisqagina tez o'tkazaman. Men ma'lumot bermoqchiman. Prezentatsiyani agar mumkin bo'lsa qo'ysangiz. 2 million 100 ga yaqinlashib qoldi. Bu yerda 2023 yilga nisbatan aholining tabiiy o'sishi ko'rsatilgan. Har demak 1000 aholiga nisbatan tug'ilish +22,3. O'rtacha uzoq umr ko'rish 75,4. Ayollarimizda demak 78,5, erkaklarimizda o'rtacha umr ko'rish 75,2 ni tashkil qilyapti. Yaratilayotgan imkoniyatlar o'sha yashil makon deymiz. Undan tashqari mana kechagina davlatimiz rahbari tomonidan selektor o'tkazildi. Ichimlik suviga qaratilgan selektor bo'lib biz ma'lumot tayyorladik. Ichimlik suvini ham markazlashgan bo'layotgani, uni sifati o'zgarayotgani Buxoro aholisini salomatligida o'z aksini topmoqda. Va shu bilan o'rtacha umr sezilarli darajada yildan yilga uzaymoqda. Ya'ni o'rtacha umr ko'rish keksalarimiz soni ortib bormoqda. Endi bu yerda bizda go'daklar o'limi tahlili ko'rsatilgan, viloyatga nisbatan oshgan hududlar qizilda ko'rsatib turibdi. Undan tashqari demak aholi soni hududlar kesimida ko'rsatilgan. Keyingisilar. Bu yerda mana bir narsaga agar e'tibor qaratadigan bo'lsangizlar, strategiyadan bu tahlil qilib olingan. Bu yerda 2040-yilga borib aholi soni qo'shimcha 14 millionga ko'payadigan bo'lsa, demak 200 shahardan 70 ta shahar tuman yangidan paydo bo'lish bu respublika bo'yicha prognoz qilinyapti. Aholining o'sishi hisobiga. Sababi respublikamiz aholisi o'rtacha yiliga 1 milliondan oshib boryapti. Xuddi shunday keyingi slaydda viloyatimiz umuman sog'liqni saqlash tizimidagi muassasalar to'g'risida ma'lumot ketyapti. Oilaviy poliklinikalarimiz bugungi kunda 82 ta, oilaviy shifokorlik punktlarimiz 96 ta, 139 ta mahalla tibbiyot punktlarimiz bor. 13 ta ko'p tarmoq markaziy poliklinikalar bor. 13 ta tuman shahar tibbiyot birlashmalarimiz bugungi kunda aholiga xizmat ko'rsatyapti. Xuddi shunday statsionarga ega bo'lgan markazlarimiz 17 ta, 32 ta boshqa muassasalar tashkil qiladi. Byudjet ko'rikalarimiz, byudjet statsionar o'rinlarimiz 5524 ta, kunlik xizmat ko'rsatilgan o'rinlarimiz 1397 ta, kunduzgi statsionarlarimiz bor. Bu bemorlar 2 soat, 3 soat davolanib ketadigan. Bular 157 ta. Hozirgi kunda mana 25-yilda biz ularning sonini yana 200 taga ko'paytirishni reja qilganmiz. Sabab aholini bandligi ta'minlanishi, ularni ishga bo'lgan ishtiyoqining yuqoriligi bemorlarning hozirgi kunda arzimagan gipertoniya kasalligi yoki nevroziya
bir 2 soat, 3 soat o'zini vaqtiga qarab kuzgi statsionarda muolajalarni olib yana ishga yoki uyga ketishga ham o'zlari xohish bildirmoqda. Shunday viloyatning birlamchi tibbiy sanitariya yordam muassasalarida jami 983 ta tibbiyot brigadalari bor, faoliyat yurityapti. Jami 2544 nafar patronaj hamshiralarimiz aholiga beminnat xizmatini ko'rsatmoqda. 174 nafar amaliyotchi hamshiralar, 614 nafar doyalar samarali faoliyat olib boryapti desak, ochig'i bu ham xato bo'lmaydi. Kamchiliklarimiz bor viloyat tizimida ham. Shu bilan birgalikda ayrim yuqumli kasalliklar, ayrim o'ta xavfli infeksiyalar yaqin 5 yilda bironta qayd qilinmaganligi bu joylarda patronaj xizmatini davlat rahbari darajasiga ko'tarilgan hamda dunyoda o'xshashi yo'q birlamchi tizim faqat O'zbekiston. Biz Belarusning tajribasini o'rganganmiz, Xitoyning ham tajribasini o'rganganmiz davlatlardan, Turkiya tajribasini yaqinda o'rganib keldik. Bironta davlatda har 2000 aholiga 5 ta tibbiyot xodimi biriktirilgan emas. Bu faqatgina O'zbekistonda shunaqa tajriba. Har 2000 aholiga bir nafar oilaviy shifokor, ayollarni ko'radigan doya, erta yoshdagi ayollarni, bolalarni ko'radigan pediatr, umumiy amaliyot hamshirasi va ularni faoliyatini muvofiqlashtiradigan amaliyotchi hamshira shtati faqatgina O'zbekistonda bor. Davlat rahbari tomonidan, umuman vazirlik tomonidan belgilangan shtat normativlar bugungi kunda birlamchi tizimga yetarli darajada ajratib berilgan. Ular bilan to'liq ta'minlangan. Bundan tashqari biz yarim stavkada yoki 0,5 ishlaydigan o'rta tibbiyot xodimlarini ham shtat birliklarini ko'paytirish bo'yicha hozirda ish olib boryapmiz. Skrining dasturlari bu prezidentimizning 102, 103 qarorlar asosida olib borilyapti. Yurak qon tomirlarida demak 55 yoshli ayollarimizni olib borilyapti. Bachadon bo'ylab saratonini erta aniqlash maqsadida. Yana bitta skriningga men e'tiborlaringizni qaratmoqchiman. Bu ham bundan 6-7 yil oldin respublikamizda yo'q edi. Mamma screening, ya'ni anka screening yoki mammografiya tekshiruv. Bu 45-65 yoshli ayollarimiz o'rtasida endi har bir tuman shahariga bittadan uskuna o'rnatilgan, uskunani qiymati 1,5-2 milliard atrofida. 45-65 yoshli ayollar yilda bir marotaba mazkur tekshiruvdan o'tkazilyapti. Buni natijasida 3% ayollarimizda ko'krak bezida yo xavfli yo xavfsiz o'simta aniqlanyapti. Shuni hisobiga bugungi kunda respublikamizda bachadon bo'yni saratoniga qaraganda ko'krak bezi saratoni birinchi o'ringa chiqib qoldi. Bundan 6 yil oldin ayollarimizda faqat bachadon bo'yni saratoni haqida gap eshitardi. Ko'krak bezidagi muammolar bilan ayollar uzoq vaqt yashayvergan. Tekshirilmagan, uskuna bo'lmagan, shifokor bu uskunasi aniqlash imkoniyati bo'lmagan. Va bu ham davlat rahbari tomonidan yaratilgan imkoniyat. Birgina respublika bo'yicha Buxoroda hamma tuman shaharda mazkur apparat bor. Boshqa viloyatlarda bu apparat hali ta'minlanmagan. Bu ham o'sha davlat rahbarining 19-yil Buxoroga tashrif protokollari natijasida bu apparaturlar keltirilgan va bugungi kunda skrining qilish va erta aniqlash maqsadida ayollarimizni o'tkazilyapti. Xuddi shunday skrin natijalariga ko'ra 73 nafar ayollarda onkologik kasalliklar erta bosqichda aniqlangan va 68 nafar davo choralari ko'rilmoqda. Tekshiruv natijalariga ko'ra 213 nafar ayollarda saraton kasalligi erta bosqichda aniqlanadi va 188 nafar davolandi hozirgi kunga qadar. Kimdadir operatsiya bo'lyapti, kimdadir nur terapiya orqali, kimdadir erta aniqlanganligi natijasida o'sha kimyasiz davolash usullari yo'lga qo'yilyapti. Xuddi shunday skrining endokrin kasalliklar olib borilyapti. Aholi xatlovdan o'tkazildi. O'tgan yili bir marotaba, bu yil yilning boshidan biz dekabrda boshlagan edik. Hozirgi kunga qadar tugatdik xatlovimizni. Deyarli barcha xonadonlarga kirib chiqdik. Bugungi kunda viloyatimizda agar xatlov natijalariga men to'xtaladigan bo'lsam, qon aylanish tizimi kasalliklari 209.965 nafar aholida bo'lib, 39% umumiy kasallanishni tashkil qilyapti. Umuman surunkali bizda kasalliklar 600 mingdan oshadi. Shuni 39% deyarli yurak qon tomir kasalligi bilan bog'liq. Yurak qon tomiri bilan kasalligiga bog'liq asosiy sabab
Buni ham man aytishim kerak. Hozir to'g'ridan to'g'ri efir ketyapti. Keyinchalik matbuotda bu narsalar yoritiladi. Aholimiz bugungi kunda sog'lom ovqatlanmayapti. Jismoniy tarbiya bilan shug'ullanmayapti. Ertalab 3 kilometr yoki kechki 2 kilometr, normada 5000 qadam deymiz bir kunda yurmayapti. Aholini daromadi, iqtisodiyoti yaxshilangani hisobiga bugungi kunda fuqarolarimiz diyet kafelarida ovqat yemayapti. Buzdovon shashlik, qolat somsa, qorako'l somsa, bag'ri deydi fuqarocha. Faqat yoki beshbarmoq deymiz, qayish deydi. O'sha narsalar bilan biz o'zimizni ovqatlantirib, ya'ni kaloriya, oqsilga boy, xolesteringa boy mahsulotlarni ko'p iste'mol qilishimiz natijasida bugungi kunda viloyatda yurak qon tomir kasalliklari, uni yashirish kerak emas, birinchi o'rinda. Xuddi shunda yurak qon tomir kasalliklari asoratli yiliga 1,5 mingta infarkt bizda qayd qilinyapti. Xuddi shunday ovqat hazm qilish organlaridagi kasalliklar. Xuddi shunday 3000 ga yaqin bizda insultlar qayd qilinyapti. Insultlarimizni 70%ni ishemik insultlar tashkil qilsa, ular qon aylanib qon yetib bormasligi, 30%ni qon quyilishi bilan bog'liq bo'ladigan o'sha gemorak insultlar tashkil qilyapti. Ming afsuski, ayrim vaqtda aholimizni o'z sog'lig'iga befarqligi, sog'lom turmush tarziga amal qilmasligi, ovqatlanish madaniyatiga amal qilmasligi, ishxonasi, maktabi, bog'chasi 1 kilometr bo'lsa-da yoki 500 metr bo'lsa-da avtotransportda borishi, velosipedda emas yoki peshko'm emas yoki yayov yurmasligi natijasida turli xil kasalliklar demak erta aniqlanyapti va ayrim holatlarda qaytmas jarayonlar bilan bemorlarimizni o'limigacha sabab bo'lmoqda. Ma'muriy poliklinika operatsiyalari soni yildan yilga oshib boryapti. Bunga sabab investitsiya dasturlari asosida zamonaviy kasalxonalarimiz soni ko'payyapti va shu bilan birga mana Open budjet rahbarimiz yaratib bergan bir tashabbus. Open budjet loyihasi doirasida biz har yili 100 ga yaqin tashabbuslarni tibbiyotchilar g'olibi bo'lmoqda. Bunga sabab 26 mingdan ortiq bizda jamoa. 26 ming jamoani o'zi bir nafardan, bittadan ovoz beradigan bo'lsa, bu degani 12 ta 13 ta tashabbus shunday paydo bo'ladi. Majburiyat emas. Bu prosta aytyapman. Biz aholini aytmayapmiz, xodimlarni aytmayapmiz. Buni hisobiga o'sha oladigan apparaturalar demak aholimizni yuqoridagi operatsiyani qilishga qo'l kelmoqda. Demak, yangi zamonaviy reanimatorlar berilgan. Aholiga 154 ta tez tibbiy yordam shaxobchamiz hamda brigadamiz xizmat ko'rsatyapti. Bitta ma'lumotga agar e'tiboringizni qarasak, ayrim hollarda hurmatli tadbir qatnashchilari yengil chaqiriqqa bemorlar chaqirib bergani hisobiga og'ir bemorlarimizga tez tibbiy yordamni kechikish holatlari kuzatilmoqda. Mana masalan bitta bemorimiz haqida to'xtalmoqchiman. Bemor U.M. yil davomida 499 marotaba chaqirib bergan. Lekin bu kishini biron marotaba transportirovka qilinmagan. Ya'ni kasalxonaga ko'chiradigan bu kishida zarurat sezilmagan. Dekabr oyida 46 marotaba, yanvarda 44 marotaba, fevralda 30 marotaba, mart oyida 43 marotaba, aprel oyida 41 marotaba, may oyida 41, iyun 44, iyul 47, avgust 43, sentyabr 41, sentyabr demak oktyabrda 36, noyabr oyida 41 marotaba. Jami bir yilda 499 marotaba bitta fuqaro tez yordamga chaqirib beryapti. Biz tez yordamga chaqirib berganda borishga majburmiz. Lekin ikkinchi masala bor. Oddiy chaqiriqqa tez yordam borib bu yerda vaqtini yarim soat, 1 soat ketkazgan paytda ayniqsa kechki payt chaqiruvlar soni ko'payganda boshqa chaqiriqlarga, tug'ruqqa yoki og'ir kasalliklarga, sanab o'tdim, insult, infarktlarga tez yordamga borishi bir muncha kechikyapti. Bu ham aholidan turli e'tirozlarga sabab bo'lishiga olib kelyapti. Shuning uchun biz ishlayapmiz hozir mahalla bilan, jamoatchilik bilan uzoq yoki ko'p marotaba chaqiruv beruvchilarni patronaj hamshiralar bilan biz birlamchi tizim orqali vaziyatga chiqib, ularni chaqiruvlar sonini kamaytirishga harakat qilyapmiz.
birta chaqiriqqa bugungi kunda davlatimiz tomonidan 332.300 so'm mablag' ketadi. Bu oylik ish haqi, transport xarajati, yoqilg'i, dori-darmon va boshqalar. Endi ana bu bitta fuqaromizni 499 marotaba chaqirganini summasini 332 mingga ko'paytiradigan bo'lsak, qancha mablag' davlat tomonidan bitta fuqaroga ketayotganini tahlil qilib ko'rish mumkin. Buni ham biz hisob-kitob qilib, kelgusida chaqiriqlarni ham maqsadli qilishga harakat qilyapmiz. Xuddi shuningdek, paramediklar tomonidan, o'rta tibbiyot xodimlari tomonidan ham chaqiriqlarga borishni hozir reja qilyapmiz va rasmda ko'rib turganlaringizdek zamonaviy demak 5 dona o'sha eski shaharimizga, turistik shaharlarimizga zamonaviy ko'rib ko'rgan bo'lsak, kichkina ishchan turist ambulanslarni ham bu yil 2 donasini, keyingi 3 donasini keltirishni reja qilganmiz. Toshkentga kelgan, yaqin kunlarda o'zimizning eski shaharda ham turist polisiga o'xshagan turist ambulanslarimiz bo'ladi. Ular nafaqat turistlar, balki zarur bo'lganda o'sha ziyoratga kelganlar, tadbirlarga kelganlar, mana Ipak va zirovorlar, boshqa tadbirlarimiz bo'ladi katta-katta. O'sha tadbirlarda ular aholi orasida yurib, o'z vaqtida shoshilinch xizmatni ko'rsatishga bizga qo'l keladi. Biz bilish kerak, agar ertaga o'zini hayotini, o'zini oilasini bir yosh qiz yoki yosh yigit bilan bog'lamoqchi bo'lsa, birinchi navbatda nikohdan oldin tibbiy ko'rikdan o'tish kerak. Bo'lmasa oxiri voy bo'ladi. Sababi biz qo'limizdagi statistikaga qaraganda 2 holatda nikohdan keyin OIF kasalligi aniqlangan. Bunga bir e'tibor bersak, menimcha yomon bo'lmaydi. Bu uchun tegishli Vazirlar Mahkamasining qarori ishlab chiqarilgan va bu bilan mutlaqo bepul tibbiy ko'rik muassasalarida tashkil qilingan. Qachonki Yevropada, boshqa davlatlarda nikohdan oldingi ko'rigingiz ham pullik, nikohdan keyingisi ham pullik, buni to'g'rig'i ham pullik. OIF kasalligini davolash ham ayrim davlatlarda pullik. Faqatgina O'zbekistonda shunaqa imkoniyat yaratilgan. Bizda o'sha onkogematologik bolachalarimizni zamonaviy usulda davolash, ularda kelajakda suyak ko'migini ko'chirib o'tkazish amaliyotlarini o'tkazish uchun bizga sterilniy xonalar, yaxshi palatalar, yaxshi operatsiyalar kerak bo'ladi. Kelajakda bolalar kasalxonasini ham kengaytirishni reja qilyapmiz. Bu bo'yicha rahbariyatga takliflarimizni tayyorlab qo'yganmiz. Qurilish ta'mirlash ishlari yildan-yilga oshib boryapti. Mana 2022-yilda 33 ta obyektga qurilish ta'mirlash ishlari olib borilgan bo'lsa, 92 milliard so'm mablag' sarflangan. 2023-yilda demak 23 ta muassasada 48 milliard sarflangan. 24-yilda 34 ta muassasada 84 milliard. 25-yilda 44 ta muassasada biror marotaba bunaqa mablag' ajratilmagan, katta mablag'. Bundan tashqari respublikadan olingan suvlar hisobiga ham hozirda muassasalarimiz yangidan qurilyapti, ta'mirlanyapti, moddiy texnik bazasi yaxshilanish uchun avtonom tibbiy jihoz va kompyuterlar xarid qilinyapti. Institut bilan bemor ishladigan bo'lsa, bugungi kunda o'sha tumanimizda yotib 15 kundan 1 oygacha davolanadi. Endi agar biz bo'limni ishga tushiradigan bo'lsak, reanimatorlarimiz yordamida institut tashxisi gumon qilingan bemorni bu yerda ushlab turmasdan zudlik bilan shoshilinchga ko'chirib, bu yerda boshini MRT, MCGT tekshiruvdan o'tkazib, mobil brigadamiz bo'ladi. Bu yerda neyroxirurg, nevropatolog, reanimatolog, transfuziolog va hokazo. Bular yordamida holatni aniqlab, kerak bo'lsa zudlik bilan birinchi 3 soatda boshini ochib, o'sha gemorragik insultni so'rib, qayta yana joyiga qo'yib, odamni 3 kun, 4 kun, boring bir hafta uyiga yuborish imkoniyati bor. Shunda nogironlik kamayadi, o'lim ham kamayadi. Bugungi kunda eng ko'p o'lim bizda shu insult infarkt asoratlarida 15% holatlarda o'lim bo'lyapti. Ming afsuski, qolgan 70-75% holatlarda bemorlarimizda nogironlik holatlari kuzatilyapti. Bular bir umr nogiron bo'lib, mehnatga yaroqsiz bo'lib qolmoqda. Ikkinchi qiladigan ishimiz bu kardiologiya markazida reja qilganmiz. Bu yerda o'sha yil uchraydigan 1,5 mingdan ortiq infarktlarni
Bundan keyin G'ijduvonda yoki Shohruxxonda yoki uzoq Qorol bozorda qoldirmasdan bemalol Yevropa standartlarida, jahon adabiyotlarida ko'rsatma bor. Bizga endi eski termin bo'lib qolgan infarkt bo'lsa qo'zg'ama, qimirlatma, yo'q unaqa emas. Yengil avtomashinaga o'tkazilib, olib kelib bu yerda nimadan o'tkazib koronagrafiya tekshiruvdan. Koronagrafiya tekshiruvi viloyatimizda apparatni o'zi 5 ta bor. Angiograf apparati 5 ta bor. Muassasalarimizda shu jumladan kardiologiya markazimizda ham bor. Koronagrafiya tekshiruvida agar infarkt tasdiqlansa, o'sha joyimizda stent qo'yiladi, bemor ertasi kuniga javob beradi.